Carver mashinalarni tayyorlayapti. Oni, Foster va Kemp ham tez orada kelib qolishadi. Carverni olib ketyapsanmi? Axir u maymunni yaraladi. U suv ta'minoti departamentida ishlagan. Faqat u gidroelektrostansiya qanday tuzilganini biladi. Malcolm, nima qilmoqchisan? Ularga nima deysan? Haqiqatni aytaman. Umid qilamanki, meni tushunadi. Aqldan ozgan deb o'ylayapsanmi? Qo'rqyapman. Ha, men ham. Bu haqda ko'p o'yladim. Agar urinib ko'rmasam, o'rtada urush boshlanadi. Menga ishon. Shu yerda qolishing kerak. Aleksanderning yonida bo'l. Men ham boraman. Bu juda xavfli. Bu yerda qolgandan yoningizda bo'lganim xavfsizroq. Meni ham olib keting. Iltimos.